Tur. Yo'q bolalar. 9 9 9 9 8 9. Wow. Просто respekt bolalar. Raqamni chiroyligini qaranglar. Hammaga salom bo'lib, bugun sizlar bilan o'tirgan men. Va bugun videoda biz O'zbek serveriga kirdik. 38-yangi server. Bu O'zbekiston serveri. Bu Grand Mobile uchun juda yangi. Grand Mobile uchun bu yangilik. Men ko'rib xursand bo'ldim. Sizlarga zerikali bo'lmaslik uchun 2x qilib qo'ydim. Obuna va like bosishni unutmang va maroqli tomosha tilayman sizga. Xo'p, bolalar, men boshqa telefondan kirdim, ahamiyat bermaysizlar. Xo'p, birinchi navbatda eng yaxshi promot kod bu albatta VIP 555 promot kodi. Xo'p, tushuntirib o'tadigan bo'lsam, men bu yerga kiramiz va VIP 555 va 50 rubl demoqchi edim. 50 so'm da qo'lga kiritdik, chunki buni bu yerda hozir so'mda va birinchi qiladigan ishimiz magazinga boramiz. Krupniroq, ya'ni chiroyliroq nomer sotib olamiz, bolalar. Bepul. Wow, lekin respekt. Xo'p, telefon, birinchi planshet sotib olamiz, keyin telefon raqam. Xo'p, 111 Nima? Yo'q. Yo'q. Hozir bolalar. Xo'p, mayli. Hozir. Masam 10. Yo'q, band ekan. Xo'p, mayli. Bolalar. Bo'lmasam 999 band ekan. Xo'p, mayli. Xo'p, qandaydir. Xo'p, 888. Xo'p. Bo'lmasam bunday qilamiz. 999 Yo'q. Xo'p, mayli. 999 tur. Yo'q, bolalar. Xo'p, mayli. 999 Wow. Просто respekt bolalar. Raqamni chiroyligini qaranglar. Voy, buni keyinchalik qimmatroqqa sotsak ham bo'ladi. Qani hozir sim kartalar. Yana 999 1 million. 1 million so'm. Wow, lekin so'mini ajoyib qo'yishdi. O'zbekiston serveri. Xo'p, agar xohlasanglar men bu videoning ikkinchi qismini ham qilaman. Ya'ni bunda donatsiz kuchayamiz O'zbekiston serverida. Lekin razrabotchilarga respekt, lekin keyin e'tibor beradigan bo'lsak, auksionda shuncha bir kishi stavka qilibdi. Xo'p, mayli, bizneslar, voy. Xo'p, kvartiralar qandaydir bu 800 ming so'm 150. Xo'p, mayli, keyinchalik muhokama qilamiz. Xo'p, lekin alohida respekt. Xo'p, men hozir meni prav litsenziyam yo'q mashinaga. Xo'p, birinchi navbatda biz litsenziya olgani boramiz. Videoni tezlashtirib qo'yaman. Sizga zerikarli bo'lib qolmasligi uchun, albatta. Xo'p. Aytgancha nima demoqchi edim? Xo'p, birinchi navbatda hozir skuterga boramiz va gaplashishni bosamiz.
Birinchi questlar ham bor albatta. Missiyalar bor. Missiyalarni bajarib pul ham olamiz. Shuning uchun Kurtoy nomer sotib oldik. Buni bilmadim qanchaga sota olamiz, lekin 999 bu yomon nomer emas, bolalar. Xo'p. Hozir biz pravaga litsenziya topshirgani boramiz. Bolalar, mana transportlarga ham keldik. Bitta donator Lamborghini olishga yuribdi. Yangi serverda. Xo'p, bu yerga kelamiz. Viktoriya bilan gaplashish va sizning qo'lingizda yordamchi missiya bajarildi. Xo'p, inventarga qaraydigan bo'lsam, menda Xo'p, endi biz boradigan joy questdan qaraydigan bo'lsak, mukofotni olamiz. Yaxshi. Xo'p, salomatlik eng muhim. Ha. Bu nomidan ham bilib olsanglar bo'ladi. Bu больница ham. Bo'ldi. Qandaydir xudo xolasa qandaydir biznes, kvartira, uylarda yutib olishga harakat qiladi. O'zi qo'limda 60 ming so'm pulim bor ekan. Shu to'g'risi men ko'p o'ynab rublga o'rganib qo'yganman. 60 ming rubl yoki k deydi. K masalan 60 k o'sha xullas. Hozir tak. Xo'p, shunchaki borsak bo'ldi bolalar. Gaplashib ham o'tirish shart emas. Xo'p, bolalar. E'tibor bermaysizlar, olovda qandaydir hali narsalar bo'lyapti. Mana ko'ringda 100 ga berib qo'ying. Kaga o'rganib qolgan 1000 degani. Xo'p, hozir men questlardan qaraydigan bo'lsam 20 ming. Demak, bu prava topshirish 20 ming beradi. 64 ming so'm pulim bor qo'limda. Yaxshi bu. Bizga farqi yo'q. Eng muhimi bu yerdan tez chiqish kerak. Chunki skuterimiz bundan endi tashvish qilmasak ham bo'ladi. Xonada skuterga joy qo'yishgan. Xo'p, bolalar, oldin kim eskiroq o'yinchi bo'lsa, xonada oldin skuter uchun joy bo'lmagan, tezroq borib, xo'p, biz skuterimiz tashvish chekmasak ham bo'ladi bundan. Kiramiz. Xo'p, mana bu yerga yuramiz va 250 so'mga. Xo'p, birinchisiga 60 bo'ladi, ikkinchisiga 90, uchinchisiga to'g'risi bolalar ruschaga o'rganib qo'ygan ekanman. Qaysi biri bo'ladi? Hatto birinchisiga 60, 90. Xo'p, bolalar. Ikkinchisiga
adashmasam to'g'ri bo'ladi. Ha, to'g'ri ekan. 2 bizga mana bunda mashinani yoqqandan keyin metkalarni oldidan shunchaki o'tib boramiz. Muhimi sal sekinroq yurish kerak, chunki bu mashina to'ntarilib qolgandan keyin hammasini boshdan qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni yana bularga qaytadan savollarga qaytadan javob berish kerak bo'ladi. Uygan shuni bilmadim, tomondan yetgan qabul qilinadi. Fine. Yomala qilarkan ekan. Bolalar, hozir men pravani olib bo'lganimdan keyin sizlarga bu videoni ko'rsataman, ya'ni yoqib qo'yaman pauza rejimidan. Bolalar, sizlarga 3-4 sekund bo'lgandir, lekin menga 3-4 minut bo'ldi bolalar. Bu yoqqa kelib yana ekzamen topshirdim, xullas bolalar bosh og'rib bo'lib ketdi. Mayli, shunga ham shukur. Bolalar, mana shu qizil metkalarni orqasidan boramiz va aytgancha menda savol borda, siz nechinchi serverda o'ynaysiz va qanday zo'r nomerlarda siz qo'lga kiritgansiz? Xo'sh, bizga 81.100 so'm berdi, rubl deyapsiz, sal qoldi. Xo'p, mayli. Bizga muhimi haydovchilik litsenziyasi bor deb yozib qo'ygan. Juda so'z, yaxshi. Xo'p, endi biz hozir mana bu yerda skuter, mana bu meni skuterimda. Hozir tushuntiradigan bo'lsam, bu 5 minutdan keyin hech kimniki bo'lib qoladi. Xo'p, ko'rdinglar bolalar, O'zbekiston serveriga ham ruslar kirib oladi. Baribir ruslarni hamma joydan topsa bo'ladi. Qozog'iston serveriga o'xshab. Qozog'iston serverida o'ynaganlar biladi. Xo'p, endi biz litsenziyamiz bor. Keyingisi avtoturargoh. Xo'p, eng yaqini bu tomonda ekan. Yana sağ qoldi bolalar. Xo'p, bizga hozir 81 ming. Bizda hozir 81 ming rubl. Ya, bolalar ko'ryapsizlar, rublga o'rganib qo'yganman. 81 ming so'm. Xo'p. Bizda Mercedes-Benz'imiz bor endi. 3 mingga bo'lsa. Xo'p, mayli. Adashmasam, sezishim bo'yicha bu meniki yo'q. Bu menikida, topdim. Bittada topaman-da bolalar, bilasizlarmi? Bittada topdim. Xo'p. Bizga 89 ming deyarli 90 ming so'm bo'ldi. Xo'p, yangilanish. Buni bilaman. Hozir kiyim-kechak sotib olish kerak. Ya'ni kiyim do'konidan. Hozir biz tezda kiyim-kechak sotib olamiz-da, mashina bozoriga boramiz. Qaranglar bolalar, shuncha uylar bo'm-bo'sh. Xudo xolasa, ulardan biri bizniki bo'ladi. Hozir bepul, chunki bu davlatniki. Ya'ni hozircha bu davlatniki. Ulash 21 ming. 21 ming. Bizga shunda 4 ming so'm foyda bo'ladi. So'mni aytsa g'alati bo'ladi, chunki
So'mdali ekonomika g'alati tuyuladi. Rublda, normda masalan 100 ming rublga 120 ming rublga bitta 0.7 beradi. Chunki o'yinda o'yinda beradi. Hop, masalan hozir 120 ming so'mga bitta Jiguli bersa, hali o'zbek so'mida g'alati tuyular ekan. No respekt, lekin bolalar to'g'risi gap menga yoqyapti bu serverda o'ynash. Hop, kiramizda remontnik komplet, remont seti ham yomon eshitilmayapti bolalar. Mashinamizni olamizda va boya aytganimdek mashina bozoriga boramiz. Mashina bozori yo'g'illar birinchi marta ko'rishim shuni holatni, chunki men masalan 10-serverda o'ynayman-da. Voy, gavjum bo'lib ketadi. Qaranglar, bo'ldi, umuman mashina yo'q. Mana har doim mashina gavjum bo'ladigan joyda umuman mashina yo'q. To'g'ri, shunsa bo'ladi, chunki bolalar hozir hamma pul yig'ish bilan ovora. Ba'zilar bu serverda endi ko'ryapti, ya'ni endi tanishyapti ko'p o'zbeklar buni. Endi ba'zilar o'ynagandir. Xo'p, xullas bolalar hozircha mashina yo'q. Tuzatasizmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli yuzasidan O'zbek Tyson. Xalas. Zo'r. O'zichi hap mayli ketvorlar. Muhimi bu yerda ko'p o'zbeklar bor, opitni игрокlar bor, ya'ni opitni, ya'ni tajribali o'yinchilar ko'p. Chunki o'zbek ko'p serverlarda o'zbek o'yinchilar bo'lardi. Faqat 90-80% odamlar rus odamlar bo'ladi. Bizni hozir qayerga yuboryapti bu quest? E'tibor bermaslar bolalar. Telegramdan xabar kelib qoldi. O'zingizni yangilash vaqti keldi. Bu nima ekan? Jarayonda. Hozir to'xtanglar bolalar, hozir bizni qayerga bu? Hozir g'alati. Oldin bilsanglar bolalar 100 martalab pochtada korobka tashib bo'lardi, hozir 10 ta qilib qo'yildi bu ham xursand. Xabar chunki odamlarga sal qiyinroq bo'lib qolgan bo'ldi. Xo'p, tushunmadim, lekin qayerga olib borayotganini. Bolalar, shuni drift qo'ramanda, qaranglar, chiroyli drift qilishimmi? Bu tushunarli. Bizni hozir bu yo'q restoranga, yo'q lavash tayyorlaydigan Rossiyada shaurma deyiladi. Faqat bu emas bolalar, yo'q. Mashinam buzilib qoldi. Xo'p, uzoq emas. Xo'p, nimagaki bu yerda ko'p o'zbek donatorlar topilar ekanda. Mana shavarma. Xo'p, chimomsa lavash deb qo'ysa bo'lardi, mayli. Xo'p, 90. To'xta, yo'q, ketib qolma. To'xta, sen. To'xta.
Mayli, mashinaga o'tirib olamiz. Hop, salom. Salom. Hop, iltimos. Hop, stoyankagacha. Stoyankagacha. Hop, shu tushunsa kerak, mana brat tushunsalar kerak. Yo, brat oching. Wow, skinni qaranglar bolalar. Hop. Salom. Iltimos, stoyankagacha. Bu bolalar, bu opытный игрок bo'lsa kerak. Diman Hater. Hop, men ham randomli ism qo'yib oldim. Karnorgo. Mana shu ismlarni to'g'rilashni iloji bor. Sozlamalarga kiramiz. Non RP nickni o'zgartirishni boshlaymiz va yozamiz. O'zbek odam. Bek siladi. Hop. Chiziqchalar bo'lishi kerak. Hop. O'zbek chiziqcha sila. Hop, rahmat aytamiz bunga. Rahmat sizga. Hop, tushib qolamiz. Hop, mayli, yana o'tiramiz chunki. Hop. Ayo, mayli bolalar. Ba'ziram chapga ketarkanlar, oka. Hozir shaurma oldik. Keyingi questimiz. Hop, 5000 so'm berilar ekan. Nima? Yer osti eksperimentatsiyasi. Hop, mayli bolalar. Счастливые часы deydi, nima? Hop. Hozir hech kim avtosalonda mashina olmayapti, chunki tushunishim bo'yicha hozir hamma promokodli mashinalarda yuribdi. Ba'zi donatorlar o'ziga mashina olib olgan. Hop, skuterni qaranglar. Mana. Adashmasam, yo bular donatorlar, yo promokodga berilgan. Yo, hozir men o'lib ketardim. Uzr. Hop, uzr dedilar. Hop, mayli. Qabul qilamiz chunki o'zbek. Mana bolalar. Yo, bolalar. Yo, mana. Yo, promokodniy yoki o'zi sotib olgan. Meni fikrim bo'yicha o'zi sotib. Mana bolalar, mana. Kim sotadi? Kimniki? To'xta. Hop, bola. Kimniki mana? Mana. Niva kimniki? Niva. Hozir sotib olmoqchiman. Budjetim 90k. Kimniki? Endi bo'ldi meniki. Bola. Hazil bilaman. Kimniki bu? Bola, bu mashina kimniki? Voy. Nega chiqadimi ekan? Hop, kimniki? Bola, kim menga pul olishga? Bola, kimniki buni? Javob beringlar. Bola, kim menga pul bera oladi? Yo'q. Menga ham kerak bolalar. Ya bola desam. O'rganib qopman. Jonim ham xapayman mos qoldi. Hop, mana kimniki ekan? Sotib olardim-da. Voy.
Keyin buni sal qimmatroqqa sotsa ham bo'lardi. Yo'q. Shu mashina ko'payib ketgandan qaysi birim kimligini yana topish qiyin bo'lyapti. Hop, mana BMW'lar hozir topdim. BMW'lar hozir promokodli shekilli, chunki 3 ta serverda ko'rinyapti-da bu. Nivani egasi hali ham chiqmadi. Olib ketinglar. Go. Go. Chiqing brat. Olib keting. Hop. Nima? Xullas, okey, bola. Bu bratimiz o'sha avtoshkolagacha tashlab qo'yinglar. Shu bordik tashlab qo'ydim. Shu bilan bratimiz berib keldi. Akkauntlarni so'radi, основной akkaunt bormi? Ya'ni o'sha xullas. Necha yil o'ynayapsan u bu? Xullas o'zbeklar. Yo, salom Ivan Vasilyev. Saploq. 500 ga bor. Qayerga bro? Hojakbar bro. Wow. Parkovkaga. Hop, mayli. Kunlik o'zi berdi. O'zlari berdi mashinani. O'zlari berdi. Hop. Hojakbar. Okay. Hop, bemalol galasovoy chatga yoqib bo'ladi. Ha. Salsa. Hop, где-то 20 minut. Xullas bolalar, video shu joyda tugaydi. Hojakbar birovni biz parkovkaga olib qo'yamiz. Demoqchi bo'lgan gapim, bu video ikkinchi qismi tayyor. Faqat sizlar attiga 5 ta like yig'sanglar bo'ldi. Qiyin joy yo'q, 5 kishi 10 kishi ko'rsa ham 5 ta like yig'sa shu bo'ldi. Ya'ni har ikkinchi odam bitta like ko'rsatsa 5 ta like. Bu videoning ikkinchi qismi tayyor bolalar. Sizlar uchun tayyor qilib qo'yganman anarog'i. Shunchaki bu videoda 5 ta like qilsanglar bo'ldi. Sizlar uchun g'alati eshitilishi mumkin, lekin men uchun juda muhim. Sekilash bo'ladimi? Yo, urilgandan keyin shuna bo'ladimi? Yangi qonun. Hop, mayli bolalar. Bo'pti, xullas hammaga xayr bolalar.